Bog'larning chiroyi pishganida chodir tut. Nima ekan bu Mahmud? Topdim bu oq. Demak, bizda Asan Vision loyihasi ketyapti va Men kimman o'yiniga start berdik. Barcha ishtirokchilar o'zlarini raqamlarini aytishdi va bu raqam ostidagi savolni men tashladim. Ko'pchilik 3-raqam topgani munosabati bilan. Demak, bizga javoblar berilyapti. Yana javoblar bormi boshqa? Ozgina kutamiz. Ungacha reaksiyalaringizni ayamasliklaringni so'rab qolaman. Demak, ushbu savolga javob bering, hurmatli ishtirokchilar. Xo'p, demak, bizda to'g'ri javoblar mavjud. Ko'pchilik variant beryapti va bizda birinchi javob topgan ishtirokchi bu Ibratbek Badalov. Tut edi bu. Tabriklayman sizni birinchi savolga muvaffaqiyatli javobingiz bilan. Va ogohlantirib qo'yaman, keyingi savollarda mabodo birinchi javobni yuborsangiz qabul qilinmaydi, lekin variantlaringizni berishingiz mumkin. Chunki sizga bitta sertifikat yes. Chunki ikkita sertifikat bera olmayman-ku sizga. Shu uchun. Demak, keyingi raqamni tanlaymiz, azizlar. Demak, keyingi birinchi, ikkinchi, to'rtinchi raqamlar qoldi va bulardan birini tanlaysiz va men shu raqam ostidagi savolni yuboraman. Demak, kommentga go. Sizlarga hop, nechida 19:10, 12 gacha vaqt. Hali 1 daqiqa vaqtingiz bor. Sizlarga savollarimiz yoqayaptimi? Qani fikringizni ham bildirib o'ting shu o'rinda. Demak, hozir 1 daqiqadan vaqt qoldi, kamroq. Va bizda eng ko'p raqam hozircha ikkinchi raqam 5 ta inson ikkinchi raqamni tanlabdi va men agar tayyor bo'lsangiz, ikkinchi sertifikat egasini aniqlayman. Bu savol o'zimga ham juda ham yoqdi. Qani? Ikkinchi raqam. Kimda kim hozir? Miyo bolajonim Miyo, ya'ni bugungi bizni asosiy asarimiz bo'lgan muallifni rasmini topib tashlasa, o'sha inson g'olib. Qani kim birinchi bo'lib tashlarkan? Astrid Lindgren qalamiga mansub. Demak, topamiz. Siz kimni kitobini o'qiganlarni topinglar axir. Shuncha paytdan beri qaysi insonni kitobini mutolaa qilib yuribsizlar? Buni albatta bilish kerak. Bahonada Astrid Lindgrenni ham tanib olamiz. Demak, mana shu inson Astrid Lindgren ekan. Yana boshqalarda javob yoki rasm bo'lsa tashlanglar. Demak, bizda ushbu yozuvchiga nisbatan juda ham zo'r fikrlar keltirilyapti. Qiz bolaga o'xshaydimi yoki qiz bolami degan. Albatta, menimcha bu o'g'il erkak kishi bo'lsa kerak. Menimcha muallifni barchamiz tanib oldik. Demak, ikkinchi shart g'olibini aniqlayman. Bu Ruby Hoshino kontaktidagi opamiz g'olib bo'ldilar. Opa, tabriklayman sizni. Asan Vision loyihamizning Men kimman o'yinida bizning ikkinchi savolimiz, ya'ni ushbu loyihamiz g'oliblaridan biriga aylandingiz. Rahmat sizga ishtirok uchun. Demak, keyingi savolimizni aniqlaymiz, hurmatli ishtirokchilar. Demak, birinchi va to'rtinchi raqamlar qoldi va bu raqamlardan birini tanlang va men keyingi savolni yuboraman. Menimcha bu savolga 1 daqiqa yetsa kerak. 16 da to'xtataman. Demak, bizning keyingi savolimiz birinchi raqam ostida, adashibman. To'rtinchi raqamni ham ko'pchilik tanlagan ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta to'rtinchi raqam egalari va birinchi raqam
1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7-chi inson ham yozdilar. Yo, 4ta 1. Demak, bizda birinchi raqam ko'p ekan. Azizlar, birinchi raqamni tashlayveraman. Tayyor bo'lsangiz, keyingi sertifikat egasini ham aniqlaymiz. Bu savol juda ham qiziqarli. Mana marhamat. Demak, ko'ramiz. Diqqat qiling. Ushbu harflar chalkashgan maqolni toping. Demak, chalkashgan harflarni ko'ribsiz va bular o'zbek xalq maqollari. Ikkisini ham bittada yuborishingiz shart. O'ylab javob bering. Ikkita javobni bitta qilinglar, hurmatli ishtirokchilar, chunki chalkashib ketishimiz mumkin-da. Kim birinchi yozganini ham ko'ramiz shunda. Menimcha ko'pchilik bu maqollarni juda ham yaxshi bilar ekan. Demak, bizda to'g'ri javoblar mavjud. Menimcha 100% odam topdi. Birinchisi olma-pish, og'zimga tush va ikkinchi maqolimiz it hurar, karvon o'tar. Bizda hozir birinchi javob bergan ishtirokchi Gulbeka bo'ldilar, lekin biroz imloviy xatolar bor ekan. Nima deysiz? To'g'ri javobga olaylikmi yoki yo'q? Haqqoniy bo'lsin, o'zingizdan so'rayapman. Mana. Demak, Gulbeka, sizni javobingiz qabul qilindi, chunki ko'pchilik rozi. Tabriklayman sizni. 3-chi g'olibimiz bo'ldingiz. Qolgan ishtirokchilar hali ko'nglimizni cho'ktirmaymiz, chunki oldinda yana bir savol bor, 4-chi savol. Tabriklayman Gulbeka. Endi keyingi savolga o'tamiz, azizlar. Oxirgi savol, shuning uchun diqqat bilan javob beramiz. Menimcha bunisi hammasidan ham qiziqarli savol deb umid qilaman sizlar uchun. Kim Asanlidir kanaldagi barcha loyihalarni birinchi bo'lib sanab bersa, o'sha ishtirokchi eng omadli g'olibimiz. Qani bizni Asanlidir haqiqiy a'zolari, ishtirokchilari. O'zingiz bilgan loyihani yozing bo'pti. Kim ko'p yozsa, o'sha inson g'olib. Men faqat Asanlidir kanali haqida gapirdim. Boshqa kanallarni aralashtirib yubormaymiz. Xo'p, demak javoblarni kuzatyapman. Ko'pchilik ancha ma'lumotga ega ekan. Sizlarga yordam beraman. Yordam tariqasida hozircha eng katta Asanlidir kanaldagi 3 ta loyihani sanab bering. Hozirda bo'layotgan eng katta 3 ta loyiha. Demak, bizda juda ham javoblar mavjud. Demak, men javoblarni sanayman. Sizlar tekshirib olasizlar. Hammaga taniqli bo'lgan 3 ta loyiha. Asanlidir loyihasi, har hafta shanba kuni bo'ladigan kitobxonlik loyihasi. Ikkinchi loyiha Asan Vision, hozir bo'layotgan loyihamiz. Hamda ikkita kishiga bitta yonida Oybiy Ma'lum o'tirib keldi, bitta yonida Fotimachi o'tirib keldi, o'rtada ikkita stolcha ulangan joyda o'tirib keldim-da. Shunday mikrofonlarda
Muammo bor, hechqisi yo'q. Bo'lib turadi. Azizlar, men sanayapman. Asan lider loyihasi shanba. Uzr, menda internetda muammo bo'lib qoldi. Hozir men bu shartni g'olibini aniqlayman. Asan kitobxon, Asan yana qanaqadir Asan sharh yoki hop sahar, iftar loyihalari bu Asan Heyaniki. Biz hozir Asan Lider kanalida o'tiribmiz, hurmatli ishtirokchilar. Asan Heya kanalini o'zini loyihalari haqida gapiringlar. Menimcha deyarli hamma Asan Heya bilan adashib ketgan bu shartda. Hop, bu shart g'olibini keyinroq e'lon qilaman, o'zim tahlili bilan aytaman. Hurmatli kitobxonlar, kelinglar endi ushbu men kimman shartini yakunladik va asosiy maqsadga o'tamiz. Demak, biz sizlar bilan bugun Miyo bolajonim Miyo, ya'ni Astrid Lindgren qalamiga mansub bo'lgan ushbu asar haqida suhbatlashamiz. Va men sizlarga bir savol tashlamoqchiman. Demak, e'tibor beramiz. Miyo bolajonim Miyo asarini o'qiganlar biladi. Siz xuddi Miyo bolajonim Miyo asaridagi qahramondek otangizni endi topdingiz. Bu kitobni o'qimaganlar ham e'tibor berishi mumkin, tasavvur qilib. Endi topdingiz otangizni. Tasavvur qiling, yovuzni oldiga borishga qo'rqib, yaqinlaringiz bilan qolarmidingiz yoki o'zingiz insonlarga zarar berayotgan qatoni o'ldirib, o'zingizni o'limga mahkum qilarmidingiz? Ana shu savolga javob so'ragan bo'lardim. Qaysi tarafga qo'shilasiz? Va fikringizni chatda bildirib o'tishingiz mumkin. Kitobni o'qimaganlarga ham menimcha tushunarli. Asardagi Miyo otasini ra'yi tufayli bir yovuzni oldiga borib, o'zini o'limga mahkum qilishga ham tayyor edi. Ammo siz xuddi qahramondek ish tutarmidingiz yoki uyda qolib yaqinlaringizni endi topganingiz uchun ular bilan birga umr kechirishni istarmidingiz? Demak, ana shu kommentariyadagi fikrlarni iltimos chatda bildirib o'ting. Bu chunki biz kitob haqidagi muhokama loyiha. Kim gapirish niyatida? Gapirganlar faol qatnashsangiz, sizlarga albatta maxsus sertifikatlar, sovg'alar mavjud. Assalomu alaykum. Men gapirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Men gapirsam bo'ladimi? Albatta, marhamat. Agar men mana shu asar qahramonini o'rnida bo'lganimda, o'zimning mamlakatimda insonlarga zarar beradigan yovuzni o'ldirishga harakat qilgan bo'lardim. Chunki baribir bu yovuz bir kun kelib, bizning oilamizga ham zarar keltirishi mumkin. Va bundan tashqari, agarda haqiqiy oilamning farzandi bo'lsam, ularni asrab qolish uchun borimni bergan bo'lardim. Javobingiz tugadimi? Ha. Albatta, sizni fikrlaringizga qo'shilaman men ham, chunki bu yovuzni endi kitob haqidagi qahramonlar haqida gapiradigan bo'lsam, ushbu yovuz deb qoralangan insonni biz shunchaki oldiga bormasak, ya'ni qo'rqib yaqinlarimizni yaqinda topganimiz uchun ham qo'rqib bormoqchi bo'lmasak, albatta u ham kelib baribir o'sha kunni boshimizga solishi mumkin, katta ehtimol bilan. Shuning uchun menimcha borib o'sha barchaga zarar yetkazayotgan insonlarni menimcha
aholini yoki atrofdagi insonlarni qutqarish afzalroq siz uchun demak. Fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi savollarda ham faol bo'lishingizni kutib qolaman. Va ushbu savolga yana kimda javob bor? Marhamat. Demak, hozirgi ishtirokchimizni fikricha borib o'sha yovuzni o'ldirish. Assalomu alaykum, men aytsam bo'ladimi? Albatta, marhamat. To'g'risi, men boshqa narsa qilib o'zgartirib o'rgan bo'lardim. Ya'ni baribir yovuz o'sha mamlakatda agar ikkita yo'l bor, bittasi o'sha yovuzni o'ldirib qahramon bo'lish, bitta qahramon bir zo'r inson bo'lib ketish, ikkinchi yo'l o'sha yovuzda qochib boshqa mamlakatga qutulib ketish. Keyin yana bitta narsa, mana shu agar yovuz deylik boshqa mamlakatlarga ham baribir yovuzligini qilib hukmronlik qilsa, u baribir topib oladi va baribir o'zini yovuzligini qiladi. Menimcha o'ylaymanki, lekin agarda men qochib ketadigan bo'lsam ham o'sha xalqni ichida bitta o'sha qutqaradigan, yovuz o'ldiradigan inson chiqadi. Men masalan agar Miyon o'rnida bo'lganimda, xuddi bitta do'stim bilan birgalikda baribir bir kishi inson, bitta inson bo'lgandan ko'ra hamjihatlikda, ahillikda ishlab, ikki kishi yoki jamoa bilan birgalikda ish ko'rsa, bu juda ham yaxshiroq bo'ladi hamda bir-birini qo'llab, bir-biriga yordamlashib turadi va yovuzni yengish ham osonroq bo'ladi. Shunday qilib bitta do'stim bilan birgalikda borib, uni o'ldirardim va ya'ni uni yengardim qo'ldan kelguncha. Keyin qahramon bo'lardik. Bo'ldi, o'sha meni fikrim. Assalomu alaykum, men ham gapirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum Dilnura, albatta gapirishingiz mumkin. Hozir bir daqiqa Osiyo, menimcha siz bu fikrlaringiz menga juda ham yoqdi, hamda teran fikrlagansiz. Menimcha ushbu qarama-qarshi bo'lgan fikrda sizni javobingiz o'rinli, rostdan ham. Albatta ushbu asarni o'qiganlar ham juda ham menimcha bu fikringizga qo'shiladi. Rostdan ham qo'rqib yoki ota-onamizni endi topib, ularga o'sha vaziyatda endi o'zimizni o'rnimizga uni o'sha qahramonni o'rniga qo'yib ko'rishimiz kerak-da o'zimizni. U ham otasini endi topgan, ya'ni 10 yildan beri qiynalib, azoblanib, endi otasini topganda, uni otasi o'sha jangga, ya'ni urushga yuborgan. O'sha vaziyatdagi holatni o'zimiz o'rnimizga qo'yib ko'ramiz va shu orqali javob berishingizni so'ragandim men va sizlarning javobingiz juda ham menga yoqdi. Kattakon rahmat sizga Osiyo ishtirokingiz uchun. Ana endi Dilnura Muxtorova, marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir bor Oydinoy bugungi Assam loyihasiga vaqt kirganimdan juda ham xursandman va bu savolga javob beradigan bo'lsam, bu savolni boshqa asar bilan o'ramoqchiman, bog'lamoqchiman, ya'ni bilasizmi nima? Hammamizcha oramizda Garri Potter filmini ko'rgani. Agar men yozuvchi o'rnida bo'lganimda, o'zi Garri Potter filmida ham men hech qachon Voldemortni yomon ko'rmaganman. Xuddi Voldemortni Yovuz Katoga o'xshatsak, men u Voldemortni, ya'ni Yovuz Katoni o'ldirmasdim. Nega deganda, mehr, insoniy tushunchalar, bir-birini qo'llab-quvvatlash va bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbat bu har qanday yovuzlikni yenga olishi mumkin va agar meni shunaqa yozuvchi bo'lish imkonim bo'lganda, men Yovuz Katoni o'ldirmasdan uni yaxshi tomonga o'zgartirgan bo'lardim. Chunki Yovuz Kato ham o'sha asar davomida aytadi, o'ldirsang o'ldir, pichoq sanch deganday bo'ladi-yu. Men ham bu qiynoqlardan qutulishim kerak, men ham o'zim ham xohlamayman degan joylari bo'ladi-da asarda. Shu narsani o'qib turib, men shu joylarni Garri Potter filmiga bog'laganman va Garri Potter filmida ham agar men rejissyor bo'lganimda Voldemortni o'ldirmasdim. Lekin yozuvchi va film rejissyorlarida shunday narsa borki, film jadallashishi va insonlar har doim ko'rishga qiziqishi, ko'proq prosmotr yig'ishi
va qiziqroq bo'lishi uchun yozuvchilar menimcha o'sha yovuz qahramonlarni o'ldirgan deb hisoblayman. Lekin yovuz katoni yaxshilik yo'liga boshlashi va uning qalbidagi yomonlikni yo'qotishi kerak deb o'ylagandim. Va menimcha boya kitobdan iqtibos keltirib o'tdim. Mayli, meni o'ldira qo'y, men ham bu azoblardan qutulay degan aytgan yovuz katoni gaplari bu dunyoda insonlarning ko'ngli hech qachon yovuzlikka moyil emasligi, faqatgina atrof muhitdagi situationlar, ya'ni vaziyatlar ularga ta'sir qilishini bilib oldim va bunga judayam ko'p ta'sirlanganman. Hozir uyda emasman, yonimda bor gap shu. Dilnura, sizni fikrlaringizni diqqat bilan tingladim va har safar qatnashganingizda qoyil qoldirasiz, keyin o'sha boshqa kino yoki kitoblarga bog'lab, hayotga bog'lab shunday tajribalar gapirasizki, albatta gapingizni isboti bilan. Juda ham menga yoqdi fikrlaringiz. Rostdan ham bizni yovuz dushmanimiz yoki bo'lmasam bizga qarshi chiqayotgan insonlarni albatta yaxshi tomonga o'zgartirish mumkin bo'lsa o'zgartirish kerak. Barcha qo'limizdagi imkoniyatlardan oqilona foydalanishimiz kerak. Ya'ni uni o'zgartirish imkoniyati bormi? Yaxshi tarafga o'zgartirsak juda ham yaxshi. Demak, siz ham boshqa ishtirokchilar singari masalani bu tomoniga yondashibsiz. Menga yoqdi fikrlaringiz. Kattakon rahmat. Keyingi ishtirokchimiz yana ushbu fikrlarga qo'shiladigan kimlar bor? Masalani bu tarafi siz uchun qulaymi yoki bu tarafimi? Ibratbek Badalov gapiraman degan ekanlar. Agar gapirish imkoniyatingiz bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Hozir 5 minutdan keyin. Aha, xo'p. Ungacha boshqa ishtirokchi. Ha, gapira olasiz ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar. Men bu narsani o'ylab topadigan bo'lsam, mana hayotimizda bo'ladigan ish albatta bo'lishi kerak. Nimaga? Siz zirapcha oyog'ingizga zirapcha kirdi, qiling, butun tanangizga azob beryapti. U zirapcha bilan gaplashib o'tirishga hojati yo'q. Zirapchani tap qoladi. Yomon inson hech qachon yaxshi bo'la olmaydi. Yaxshi inson yomon bo'lishi mumkin. Alisher Navoiyga bir gapi bor, hammamiz o'qiganmiz. Alisher Navoiyning bir gapi bor, hammamiz o'qiganmiz. Aytadiki, Alisher Navoiy bobomiz aslo bo'lmas odamiy, boshqa ismi kelmayapti. It bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odam aytib ketishadi. Bu narsa nima degani? Yomonni qancha yaxshilikka yetaklasangiz, sizni aksincha yomonlikka yetaklab qo'yishi mumkin, siz bilmagan holatda. Lekin yaxshini yomonlikka yetaklash oson bo'ladi. Bu narsa isbotlangan narsa. Agar siz kalto yomonmi, yomon insonni to'g'ri yo'lda siz yomon insonga qo'shilmang, uni to'g'ri yo'lga ham boshlashga harakat qilmang. U sizga xalaqit beryaptimi, yo'lingizdan olib tashlang. Bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Chunki yo'lingizdan olib tashlamasangiz, u albatta keyinchalik yana sizga xalaqit beradi. Agar katoni o'ldirmasdan yaxshilik qiladigan bo'lib, katoni yaxshi yo'lga boshlash mumkin bo'lganda ham, kato keyinchalik baribir yomonlik qo'zg'ab, yomonlikka tutib, yana hujum qilishi mumkin edi. O'ldirilgani bir tarafdan yaxshi yo'q qilingani deb o'ylayman. Birinchi o'rinda e'tibor bergan narsam o'xshatish bo'ldi. It bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy. Alisher Navoiyni bobomiz Alisher Navoiy qalamlariga mansub bo'lgan fikrlaridan bizga misol berdingiz va asalga ham menimcha mos, chunki barchangizning fikringiz juda ham muhim. Rostdan ham yaxshini yomon qilish juda ham oson, lekin yomonni yaxshi qilish qiyin deb o'ylayman o'zim ham. Men bu fikrlarga qo'shilaman to'g'risi.
bir boshqa tomonlama siz ushbu masalaga kirib bordingiz. Demak, Dilnurani gapiga qarama-qarshi fikr chiqdi. Dilnurani o'zi shu yerda bo'lsa, nimadir deya olarmikin ushbu fikrga? To'g'ri, gapi ham to'g'ri, lekin yaxshi insonni yomon insonni yaxshi qilish mumkin, lekin qancha bir mashaqqat kerak. Va shuncha mashaqqatingizga yarasha javob Lekin qaytara olmadingiz. u sizni yaxshiliklaringizni bir tingilmaydi. Bu gapim u zo'r bo'ladi, siz zo'r bo'lasizmi? Menimcha shu gap og'zim yaxshi boryaptimi? Yomon inson hech qachon yaxshi inson bo'lmaydi. Sal uzunroq. Iqtibosdan shu asar narsani qo'shganman. Yovuz endi yaxshimi? Tugadimi fikrlaringiz? Yo'q, sal uzildi. Endi yaxshi. Mana-da, o'sha gapimda Nura ham aytgan gap bu. Masalan, mantiqiy jihatdan oladigan bo'lsak, gaplar birov fikriga hurmatsizlik qiladigan bo'la emasman. O'zimni maqtashman, endi maqtamoqchi emasman o'zimni. Lekin birovni fikrini hurmat qilgan holatda Dilnurani ham fikri to'g'ri, lekin o'zimni fikrim bor. Bu fikrim, ya'ni hech qachon yomon insonni yaxshi inson qilib bo'lmaydi. Men bunga ko'p uringanman. Bir o'rtog'im bor, o'zini hayotiy masala, tajriba. Bir o'rtog'im bor edi. Endi biz tengi o'rtoq, har kun voleybolga, har kun PlayStationga boradi, o'ynaydi, kuladi. O'rtoqlari bilan har kun kechki 10da keladi-da. O'rtoq unaqa qilmaydi desam, yaqin qalin do'st edik-da, u bola yomon bo'lsa ham dahshat qalin do'st edik. Shuni to'g'ri yo'lga boshlagan sari meni xuddi o'ziga yomon ko'ra boshladi. Hozir ikkalamiz ko'rgani ko'zimiz paq deyotgani o'qimiz yo'q. Shuning uchun yomon insonni yaxshilikka boshlamoqchi bo'lsangiz, u sizni yomon ko'ribgina qolishi mumkin. Menimcha hayotiy tajriba juda ham o'rinli deb o'ylayman. To'g'risini aytganda, bu juda ham to'g'ri fikrlar bo'ldi. Meni ham hayotimda shunaqangi nimalar uchragan, voqealar. Hamda men sizga bu bilan birovni fikriga hurmatsizlik deya so'rab aytib qolmoqchiman. Chunki albatta hammani o'zining shaxsiy fikri bo'ladi va barcha o'zining fikrini bildira olishiga haqli. Va juda ham o'rinli fikrlarni aytib o'tdingiz. Barchani fikri bir tomondan to'g'ri. Chunki men savolga qarama-qarshi yo'nalish tashlaganman. Ikkala javob ham to'g'ri degani, faqat siz qaysi tarafga qo'shilishingizni bildirib o'tishingiz kerak. Va siz hayotiy tajriba bilan boyitdingiz va chatni yanada bilimlarga ega bo'lishimizga yoki bo'lmasam qiziqarli qilishga hissa qo'shdingiz. Kattakon rahmat sizga, Ibratbek. Xayr, rahmat. Aha. Agar kimda ushbu savolga boshqa javob bo'lmasa, men keyingi fikrlarni tashlayman. Javob bermoqchilar bo'lsa, javob berib olsin. Birinchi savolga javob beruvchilar yo'qmi? Unda ikkinchi savolni sizlarga tashlayman. Chunki ikkinchi savolimiz undan-da qiziqarli. Demak, hozir menimcha ketmadi. Ovozim boryaptimi? Aytib yuboringlar. Ha. Demak, keyingi savolni o'qiyman. Miyoni otasi uni jangga yuborib to'g'ri qilganmi yoki u yosh o'g'lini xatarga qo'yganmi? Ana endi bu tomonlama yondashamiz. Miyo haqida gapirib o'tdik. Otasini yaqinda topgan, 10 yildan beri endi uchrashdi. Lekin uni o'z otasi uni jangga yuborib to'g'ri ish qilganmi? Yosh o'g'lini yoki yosh o'g'lini xatarga qo'yganmi? Nima deb o'ylaysiz? Menga juda ham o'ylashga undaydigan va bizni fikrimizni teran qilishga undaydigan savollardan biri. Marhamat, kim javob berish niyatida bo'lsa, bemalol o'z fikrlarini bildirishi mumkin.
Assalomu alaykum avvalambor. Ushbu asarda Miyo bolajonim Miyo asarida Miyoni otasi jangga yuborib to'g'ri qilgan ham chunki u o'sha o'zini faqat bir bolakay tufayli butun xalqni qutqarayotgandi, lekin bir tomondan qayg'urishi ham mumkindi, chunki o'g'li o'lishi ham mumkindi. U orada o'sha u jangga yuborgani sababli o'lib ketishi ham mumkindi. Shu sababli u bir tomondan o'g'lini xatarga qo'ygan, ammo o'zini vatanini himoya qilish uchun o'g'lini yuborgan. Uni ishini ham to'g'ri deb olishimiz mumkin. Meni fikrimcha. Demak, sizningcha uni otasi juda ham oqilona, ya'ni to'g'ri ishni bajargan. Rostdan ham bir tomondan to'g'ri. U otasi birgina ishi tufayli butun xalqini katta bir xavfdan asrab qoladi. Ya'ni bilamiz, asarni o'qiganlar, Kato o'sha butun bir xalqni, ya'ni o'sha mamlakatdagi insonlarni hayotini xavf ostiga qo'ygan, ba'zilarini o'ldirgan yoki toshga aylantirgan shunaqa razil inson bo'lgan va otasi butun xalqini qutqarish maqsadida o'z o'g'lini jangga yuborgan. Menimcha, sizning fikringiz ham juda ham to'g'ri. Yana kim javob bermoqchi? O'sha faqat bir bolakay tufayli butun xalqni qutqarmoqchi edi. Shu sababli mening fikrim shunaqa deb chiqdi. Shunaqa deb o'yladim. To'g'ri. Fikring menga yoqdi. Malika, sen bo'lsang kerak. Men gapirsam maylimi? Albatta, Gulbeka, Malikaga rahmat. Ana endi keyingi ishtirokchiga o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum barcha Asal Vision ishtirokchilariga. Endi ikkinchi savolga mening javobim ham hozir Oydinoy opa bilan Malika aytib o'tgan javoblarga birmuncha yaqin, ya'ni o'sha uning otasi, Miyoning otasi uni jangga yuborib to'g'ri qilganmi degan savol edi. Ha, to'g'ri qilgan deb hisoblayman, chunki o'sha uning otasi Yovuz Katoni deb butun bir ilm, o'zining qo'l ostidagi podshohliklaridagi odamlar qirilib ketishini istamadi. Ya'ni bitta odam uchun butun bir boshli nima desam bo'ladi, xalq qirilib ketishini istamadi-da. Shuning uchun u o'zining o'g'liga ruxsat berdi. Agar u ruxsat bermasa ham bo'lar edi. Chunki baribir ota-onada o'zining bolasi uchun achinish bo'ladi, uning hayotini o'z bo'yniga oladi va uning hayotini, uning umrini saqlab qolishga intiladi. Lekin Miyoning otasi bunday ish qilmadi. Chunki u bitta o'g'li uchun o'g'lini jangga yubormay butun bir xalqini qirilib ketishini istamadi degan. Shuning uchun o'g'lini jangga borishiga ruxsat berdi. Va u o'g'liga ishonar edi, jangda yutib chiqishiga, va o'sha ishonch ham Miyoga birmuncha nima desa bo'ladi, kuch bag'ishladi deb o'ylayman. Shunday qilib men Oydinoy opa bilan Malikaning, menimcha Malika bo'lsa kerak, hozir gapirgan gaplariga to'la-to'kis qo'shilaman. Bo'ldi shu. Gulbeka, sizning fikrlaringiz menga juda ham yoqdi. Rostdan ham birgina Miyo tufayli butun xalq ozodlikda yurdi, ya'ni ozodlikka chiqdi desak ham bo'ladi. Sizlarni barchangizning fikrlaringiz o'rinli, chunki hammaning o'zining shaxsiy fikri bor va bular juda ham to'g'ri. Menga yoqdi albatta, har safar bizni doimiy ishtirokchilarimizdan birisiz. Rahmat sizga ham. Ana endi bir tomoni bor-da. Miyoni taqdiriga o'zi jangga borish yozilgan. Ya'ni Kato bilan urushish. O'zining taqdirida bor narsa. Otasi shu uchun uni baribir yuboradi. Miyo ham bormasdan iloji yo'q. Baribir jang uni taqdiriga yozilgan bo'ladi. Agar shu taqdiriga ushbu jang yozilmaganda nima deb o'ylardingiz? Otasi uni yuborarmidi?
Nima dedingiz? Savolingizni yana qaytarib yuboring. Mana taqdiriga yozilgan jang haqida gapirdim. Agar ushbu jangda o'sha asarda umuman butkul boshqacha qilib yozilganda, ya'ni uni taqdirida ushbu jang yozilmaganda edi, otasi uni yuborarmidi o'sha jangga? Qato bilan to'qnashishga. Menimcha yuborardi, chunki faqat Ha, o'sha yuborardi. oldiga yana bir ikkita Askar qo'shib berardi demoqchisan menimcha. Shunday bo'lardi, baribir yuborardi, chunki baribir elini himoya qilishi kerak, eliga baribir shuncha odam qirilib ketmasligini oldini olish kerak edi u ota. Shuning uchun baribir o'g'lining jonini ayamasdan baribir yuborardi mening fikrimcha. Juda ham Menimcha to'g'ri ham o'sha fikrladingiz. Demak, ushbu fikrlash, ya'ni Asan Vision orqali biz oldindan ko'ra bilish, ya'ni har tomonlama o'ylab fikr Aha, sizlarga kattakon rahmat. Demak, yana ushbu savolga javob beradigan ishtirokchilar bormi? Miyoni otasi uni jangga yuborib to'g'ri qilganmi yoki u yosh o'g'lini xatarga qo'yganmi? Nima deb o'ylaysiz? Va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Xo'p, shu chat davomida aytishni joiz deb topdim. Bizda har haftada 2 kun bo'lib o'tadigan bir loyihamiz bor. Asan Debate deb nomlanadi va ingliz tilini o'rganayotganlar, ya'ni o'zini tajribasi borlar yoki IELTS speakingni oshirmoqchi bo'lgan ishtirokchilar bemalol ushbu loyihada qatnashishi mumkin va kechagi bo'lgan soni Asan Debate'ni YouTube'ga qo'yildi va YouTube'dan siz o'zingizni speakingizni oshirish uchun bemalol tomosha qilishingiz yoki like bosib qo'yishni ham unutmasligingiz kerak. YouTube'da bemalol o'zingiz kuzatib borishingiz mumkin ushbu loyihani. Va har kuni dushanba va chorshanba kunlari ham ushbu loyihani o'tkazib yubormasligingizni so'rab qolgan bo'lardim. Demak, biz davom etamiz. Keyingi savolni men yuboryapman. Tayyor bo'lsak. 3 va 4 savollar. Asarda qanday kamchilik bor deb o'ylaysiz? Ya'ni yozuvchi nimalarga yanada jiddiyroq e'tibor berishi kerak? Yoki bo'lmasam asarda sizga eng yoqqan qahramon, epizod, voqea qaysi birini o'rnida bo'lishni xohlardingiz yoki kim bilan suhbat qurardingiz qahramonlardan? Xohlagan bir savolga javob bering va shundan men sizlarning fikringizni bilib olaman. Erkin qo'ydim. Ikkala savolni ham yubordim. Asarni o'qimaganlar ham bo'lishi mumkin oramizda, lekin men sizlarga biroz tushuncha beraman. Tepada ham ko'rdik, Miyo degan bola o'sha 10 yil otasisiz umr kechiradi qiyinchilikda va 10 yildan so'ng u otasining mamlakatiga, qirolligiga borib uni topadi. Uning taqdiriga esa yovuz bir inson bilan jang qilish yoziladi. Otasi esa uni jangga yuboradi. O'sha paytda do'stlari bilan birgalikda o'sha yovuz inson Kato degan insonni yengadi va oxirida qaytib keladi. Asosiy syujet shu va oramizda javob bermoqchilar bo'lsa, marhamat. Gulbeka, fikringizni yozibsiz, mana shuni chatda ayta olasizmi? Assalomu alaykum. Yana bir bor. Ha, albatta ayta olaman. Endi keyingi boya nechinchi savol edi bu? Ha, 4 bermoqchiman. Ushbu Miyo bolajonim Miyo Astrid Lindgrenning asaridan menga eng yoqqan epizod bo'ldiki, bu Miyoning otasi. Chunki Miyoning otasi mening hurmatimni qozondi. Aynan o'sha Miyoning otasi ismi keltirilmagan o'sha kishi o'zining o'g'lini jonini ayamasdan
olis mamlakatmidi shunday joyda yashaydigan yovuz kato bilan o'sha o'g'lini jonini ayamasdan yubordi o'g'lini jang qilishga. Ya'ni bu bilan u o'z elining butun bir mamlakatining odamlarini jonini saqlab qoldi. O'sha o'g'li jangda halok bo'lganda ham, lekin u o'g'liga achinmas edi. Endi bu mening fikrim, chunki u butun bir o'g'li tufayli o'zining butun bir mamlakati nobud bo'lishini xohlamadi degan o'g'lini ayamasdan jangga yubordi. Ya'ni u baribir o'g'liga ishonardi, o'g'lining qaytib kelishiga ishonib uni yubordi. Shu ishonch bilan o'g'li ham va butun bir mamlakatda shuhrat qozondi desak ham bo'ladi. Mening fikrim shu edi. Desam bo'ladimi shu 4-savolga? Albatta, hozir shu 4-savolda muammo bo'layotganda hozir yuborib qo'yaman. Gulbeka, kattakon rahmat javob uchun. Juda ham to'g'ri fikrlarni aytib o'tdingiz va yana meni bir bor hayratda qoldirdingiz. Shaxsiy fikrlaringiz juda ham teran va menga yoqdi. Davom etamiz demak. Malika, marhamat. Shu asarda men o'sha Edliya xolasi va Siksi amakisi bilan uchrashadigan bo'lsam, unda men o'sha ularga aytardim, shu Miyoni qilgan qahramonliklar haqida aytardim va ular keyin afsuslanib qolishini ko'rardim deb o'ylayman. Shu afsuslanardilarmi deb o'ylayman. Ya'ni ko'zlari ochilib, birorta voqeadan ta'sirlanib, keyin yomonlik qilmaydi deb o'ylayman. Keyin yana o'rnida bo'lishni xohlaganim Yum bo'ladi, chunki Miyoga katta yordam bergan do'sti bo'ladi u. Unga ko'proq yordam berishni istardim o'rnida bo'lganimda. Juda ham to'g'ri. Ushbu asarni o'zim ham mutolaa qilayotgan paytda eng asardagi yomon ko'rgan obrazlarim to'g'risi shu Lundin xola bilan Seksin amaki obrazlari bo'lgan. Chunki albatta Miyoni 10 yil o'zlari boqib olib katta qilgan bo'lsalar ham mehrlari tushmagan bir yomon insonlar bo'lishgan, endi yaxshi munosabatda bo'lmagan bolaga. Shu uchun Miyo ham o'zini juda ham yolg'iz his qilgan va qiynalgan, asarni o'qiganlar biladi. Albatta fikrlaring juda ham to'g'ri. Uchrashganimizda Miyoni qanaqangi darajaga erishganini ko'rsatib qo'yadi. Yana qo'yamiz. Demak, to'g'ri. Yana kim ushbu savollarga javob bermoqchi? 3-savolga javob bersam bo'ladimi? Albatta, marhamat. Qanday kamchiliklar bor deb o'ylaysiz degan bu asarda kamchilik yo'q deb o'ylayman, chunki o'zim hali yozuvchi emasman, biron bir asar yozib ko'rmaganman va har bitta yozuvchini, har bitta hattoki shoirlarni ham ijodini men hurmat qilaman, o'zlarini ham hurmat qilaman, chunki o'zim ham ba'zida she'r yozmoqchi bo'laman yoki biron bir hikoya yozaman deyman, unchalik g'oyalar kelmay qoladi. O'ylaymanki, bular ayniqsa yozuvchilar bitta bir asarni yozib olguncha ham qanchadan qancha uyqusiz tunlar deganday rostaqo'm mashaqqat chekadi. Bir asarni uni ayniqsa kitobxonlarni jalb qiladigan darajada asar yozish bu juda ham qiyin ish hisoblanadi. Asar janri juda ham ajoyib, chunki bu sarguzashtli bo'lib, siz xuddi Kato ayniqsa o'lik o'rmonda yurganda vahimaga tushib, ichiga kirib mazza qilib o'qiysiz asarni. Bu Astrid Lindgren shunchalik darajada asarni zo'r yozganki, men buni ichiga xuddi qahramonlari bilan birga kirib ketganday bo'lib o'qiganman. Keyin aynan mana shu asarni zo'r ekanligiga yana bir isbot, bu asarga bir film ham ishlab chiqarilgan, chunki har qanday asarga ham film ishlab chiqaraverilmaydi. Men o'ylaymanki, bu asarda kamchiliklar yo'q. Juda ham zo'r asar deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat.
to'ppa-to'g'ri fikrlarni aytib o'tdingiz. Avvalambor asardan kamchilik topayotgan paytda o'zimizni ham o'rnimizga qo'yishimiz kerak-da. Agar men bo'lganimda shunaqangi asar yoza olardimmi yoki shunaqangi fikrlab biz o'zimiz feedback berishimiz kerak desam mubolag'a bo'lmaydi. Rostdan ham bir asar orqali necha millionlab insonlarni o'ziga qaratish mumkin. Misol uchun mana o'zimiz ham qiziqib mutolaa qildik va nima deyish mumkin? Hozir mana suhbatdamiz. Demak, Astrid Lindgren juda ham bizga ajoyib asar yozgan. Demak, sizningcha kamchiliklari yo'q. Fikringiz inobatga olinadi va kattakon rahmat javob uchun. Yana kim javob bermoqchi ushbu savollarga? Shu 3-savolga javob bersam maylimi? Albatta, marhamat. 3-savolda aytibsiz, asarda qanday kamchilik bor deb o'ylaysiz? Ya'ni yozuvchi nimalarga yanada jiddiyroq e'tibor berishi kerak deb o'ylaysiz degansiz. Asarda menimcha kamchilik judayam kam. U fantastik asarlar deb hisoblayman, chunki hayotda bo'lishi mumkin emas, lekin qiziqarli asar. Unda e'tibor berish kerak bo'lgan joyi menimcha o'sha Yovuz Katoning xizmatkorlari uni qidirib yurgan vaqtdagi jarayonga kattaroq e'tibor bersa, uni tutib olgan joylari bor. U otani, Miramesni shunaqa joylarga ko'proq e'tibor berilsa, menimcha undan ham qiziqroq, ichiga kirib ketadigan o'sha joylari sal-pal bo'lsa ham qo'rqinchliroq bo'ladi-da. Shunisi menimcha qiziqroq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, ana yana bir taklif. Demak, yozuvchi qanday asar yozsaki, biz undan lazzatlanamiz. Ya'ni o'zimizga miyamizdagi ideal bir asarni ko'ramiz. Mana shu savollarga ham javob topib ketyapmiz. Ya'ni yana qanaqa o'zgarish bo'lganda yoki nimani yozuvchi boshqacha tasvirlaganda biz yanada bu asarni qiziqish, ishtiyoq bilan o'qigan bo'lardik. Ana shu fikrlarni ham aytib o'tishingiz mumkin va Malika hozir bularni bildirib o'tdi. Juda ham zo'r. Lekin rostdan ham deyarli kamchilik yo'q. Ya'ni sizga yanada qiziqroq bo'lishi uchun nima qo'shilishi mumkin deb faraz qiling unda. Kamchilik demaylik, shunaqangi savolga javob berishga harakat qilaylik. Nima qo'shsak yoki nimani olib tashlasak qiziqarli bo'ladi asar. Demak, shunda savol to'g'riroq bo'ladi. Yana kimda javob bor? Men tayyorman eshitishga. Men aytsam maylimi? 3-savolga javob. Albatta, marhamat. 3-savolda asarda qanday kamchiliklar bor deb o'ylaysiz deyilgan ekan. Menimcha ushbu asarda kamchiliklar deyarli yo'q. Chunki har bir detalga alohida e'tibor berilgan menimcha. Lekin ushbu asarda ya'ni asarning oxirrog'ida Yovuz Kato bilan Miyo o'rtasida jang bo'lib o'tadi. O'shanda menimcha Katoning yuz ko'rinishi yanada ham qo'rqinchliroq, masalan, qandaydir nima desa bo'lar ekan, qon og'ib turgan yuz bo'lganida balki chiroyliroq bo'lgan bo'larmidi deb o'ylayapman-da hozir ham. Chunki o'sha men asarni o'qigan paytimda ham shunaqa taassurot bo'lganda, shunday qo'rqinchliroq bo'lganda balki qiziqib qolarmidim deb. Lekin baribir ushbu asarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun shunday bo'lganda balki bo'ladi deb o'yladim-da. To'g'ri fikr. Rostdan ham qo'rqinchli epizodli asarlar, hikoyalar yoki bo'lmasam oilaviy filmlar menimcha hammaga yoqadi va sizlar ham o'zingizdan kelib chiqib mana shunaqangi fikrlarni bildirib o'tyapsiz. Demak, agar Malikani fikridan ham kelib chiqsak, hozirda asarda qo'rqinchli bir epizod qo'shish kerak, ya'ni gavdalantirish kerak deb o'ylayapsizlar. Shunaqami? Meni fikrim shu. Meni fikrlarimni aytib o'tsam bo'ladimi? Albatta, Asiya, marhamat.
Mana shu asarda yanada qiziq qilish uchun qanaydir yanada bu endi 121 betlikmi shunaqa kichkinagina qissachada undan ham kattaroq qilish kerak deb o'ylayman. Chunki bundan keyingisida men hozir o'ylab ko'rdimda qanday bo'lsa qiziq bo'lardi deb. Bundan keyin mana shu Yum bilan birgalikda Mio yana bir boshqa bir mamlakatga tushib qolsa, boshqa bir mamlakatga Miramis otda sayohat qilib, u yerda bir chiroyli malikalar bo'ladi. Keyin u yerda ham bir qo'rqinchli qanaydir epizod bo'lib, o'sha shaharda ham mana shu malikalarga, ya'ni o'sha shahar aholisiga ham ular shunday xavf tug'dirayotgan bo'lganda, ular birgalikda borib, do'sti Yum bilan Mio birgalikda borib, o'sha yerda yangi bir do'stlar orttirib, keyin shu yerda ham bir oqko'ngil sehrgar paydo bo'lsa-da, sehrgar ularga yo'l ko'rsatib, mana shu yovuz bir endi nomini bilmadim-u, shunaqa yovuz bir epizod bo'lsa, o'shani yengish uchun turli xil sinovlar qilsa, yana malikalar ham jasoratini ko'rsatib, birgalikda yana bir katta jamoa hosil qilib, o'sha yana mana shu yomon bir epizodda ular yengishsa-da, u yerda ham chiroyli bir yana bir undan ham zo'r qiziqroq bo'larmidi? Ikkinchi qismini o'ylab topish kerak yoki shunday qilib asarni katta qilib davom ettirsa ham zo'r bo'lar deb o'ylayman. O'zi asar kamchilik. Keyin 4-savolga javob berib o'tib ketadigan bo'lsam, asarda eng yoqqan epizodlar o'zi asarda yomon epizodlar bor, yaxshi epizodlar bor. Yomon epizodlardan faqat Erli xola, Siksin amaki, keyin Yovuz katta tasvirlangan. Qolgan hamma ayniqsa Nanoning buvisi, keyin Yum juda yaxshi, oqko'ngil, mehrli bo'lganligi uchun ham, ayniqsa Miyoni qalbi mehrli, jasoratga to'la bo'lgani uchun ham Yovuz Katoni yengan deb o'ylayman. Chunki asarga ham men shunday iqtibos keltirgandimki, mehrli, jasoratga to'la oqko'ngil qalblar tosh yuraklarni parchalab yuborishga, muz yuraklarni eritib yuborishga qodirdir deb o'shanaqa deganman. Eng yoqqan epizod bu menga Yum. U chunki do'stini yomon kunda ham, yaxshi kunda ham tashlab ketmaydi va sadoqat ila xizmat qiladi. Undan keyin esa ikkinchisi yana bitta epizod bu Nano chunki u ham juda yaxshi oqko'ngil bola. Kattakon rahmat avvalambor. Sizga aytsam, bir alohida bir kino yozvordingiz desam bo'ladi. Chunki ana shunaqangi voqealar bo'lganda, rostdan ham bundan-da miriqib, qiziqib o'qisak mubolag'a bo'lmaydi aytsam. Juda ham zo'r fikrlar bo'ldi. Rostdan ham asarga shunaqangi joylarini qo'shsa, menimcha bundan-da qiziqarli bo'lishiga ishonaman. Demak, kelajakda o'zimiz ham shu kabi bir drama olishimiz mumkin yoki kino olishimiz mumkin. Kelinglar shunaqangi yozib ko'ramiz biz ham biror kun albatta. Lekin asar uchun juda ham o'rinli fikrlar bo'ldi. Rahmat yana bir bor. Rahmat kattakon sizga ham. Ana Dilnura Qutbiddinova, adashmasam gapiraman deb yozibsiz, marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. 3-chi savolda bu asarni o'qish davomida men uchun umuman kamchiliklar bo'lmadi. Juda ham zo'r, qiziqarli asar bo'ldi men uchun. 4-savolda esa bu asardan menga eng yoqqan qahramon Mio bilan Yum hisoblandi. Bundan oldin kitobxonlar aytgandek, rostdan ham Yum o'z o'rtog'i Miyoni qiyin paytda ham tashlab qo'ymasdan u bilan birgalikda harakat qilib, shunday muvaffaqiyatlarga erishdi va Miyo u otasini topib Katoni o'ldirib, ya'ni shuhrat qozonib, barchani oldida yuzi yorug' bo'ldi deb o'ylayman va bunda eng yomon epizod, ya'ni qahramon bu Siksin amaki bilan Lundin xola.
ular Miyoga judayam yomonliklar qilishdi. Unga befarq bo'ldi. Ya'ni ular Miyoni boqolgan taqdirda ham unga yaxshi qaramasdan unga ozor berdi. Shuning uchun ular eng yomon qahramon deb o'ylayman. Mening fikrim shu. Rahmat. Javobingiz menga juda ham yoqdi. Har bir savolga qisqacha javoblar bilan hamda menimcha adashmasam, siz birinchi bor qatnashyapsiz ushbu loyihamizga. Va menga fikrlaringiz juda ham yoqdi. Chunki har bitta savolga javob berayotgan paytda o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bilan menimcha adashmasdan o'zingizning fikringizni bemalol bildira oldingiz bizga. Shu juda ham muhim bu. Demak, Dilnura, rahmat sizga ishtirok uchun. Menimcha barcha savollarga javob berdik. Xo'p. Savollarga javob berib o'tdik. Va men so'rovnomani hozir yuboraman va bundan keyin keyingi hafta uchun qaysi asarni tanlab muhokama qilishimizni hozir aniqlaymiz va men o'zim yozib qo'yaman. Chatni tugatgandan so'ng o'zingiz ovoz berib turishingiz mumkin. Ungacha kommentariyaga o'sha qaysi asarni so'rovnomaga qo'shishini yozib qo'yinglar. Demak, bugungi Asan Vision loyihasi menimcha juda ham yaxshi o'tdi degan umiddaman. Men kimman o'yini menimcha barchangizga birdek yoqdi va bugun Miyo bolajonim Miyo asaridan o'z fikrlarimizni bildirib o'tdik, chuqur tahlil qildik, o'zimizni tajribamizni ham qo'shib ketdik, hayotga bog'ladik, asarda nima kamchiligi bor yoki nimalarni qo'shsa yaxshi bo'ladi. Menimcha juda ham yaxshi tahlil qilib chiqdik. Menimcha Yosh kitobxonida qatnashayotgan ishtirokchilar uchun foydali deb o'ylayman ushbu loyiha va barchaga qatnashganlar uchun minnatdorman. Keyingi hafta bundan-da yaxshi o'tishiga ishonaman. Ana shu chatda gapirganlar orasidan bir dona g'olib aniqlanadi va yuqoridagi Men kimman o'yinini 4 ta savol g'oliblari ham ular bilan birgalikda g'oliblarimizni kanalga tashlayman va sertifikat bilan taqdirlanadi. Va yana bir eslatma, ana shunday sertifikatlardan 5 donadan ko'p yig'sangiz, ushbu loyihani mutlaqo bir sonni shaxsan o'zingiz olib borishga muvaffaq bo'lasiz. Menimcha bundan yaxshi imkoniyat yo'q, chunki shunday loyihani menimcha o'zingiz shaxsan olib borishingiz yoki tajriba orttirishingiz mumkin. Oldingizda katta imkoniyatlar ochiladi va bu bilan menimcha yana ko'plab sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin. Agar kimda qanaqadir fikr bo'lsa loyiha bo'yicha marhamat bildirib olinglar. Bugungidek formatda o'tkazilish sizlarga yoqdimi? Oldingiga nisbatan. Eslatib o'taman, asar yuzasidan shunaqa bolani qidirib yuribman. Ulug'bek yulduzlar saltanatida asarlarini biz muhokama qilib bo'lganmiz. Qayta muhokama qila olmaymiz-da. Qaysar bolaning hayot asarini qo'shishimiz mumkin. Umumiy asar qilib. Demak, barchaga rahmat qatnashganlar uchun. Keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolamiz va albatta barchangizni keyingi hafta seshanba kuni 19:00 da kutib qolaman. Bugungi loyihamiz barchaga manzur bo'ldi degan umiddaman. Barchamiz uchun manfaatli va yaxshi bo'ldi. Va asarni, o'yinlarni ham chuqur tahlil qilib birgalikda ushbu loyihani o'tkazdik.